Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga sun'iy gullarimizni narxi bilan birma-bir obzor qilib beraman. Narxi bilan aytganim uchun videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Bu gullarimiz juda ko'pchilik so'raydigan, ko'pchilikka yoqadigan mitti lolacha gulimiz hisoblanadi. Bu gullarimizni mana shu qo'limdagi turganda ranglarini sizlar xohlagan 9 xil rangi bor, aralashtirib beramiz. Xohlasangiz bir xil rangidan. Bularni farqiga keladigan bo'lsak, mana bu o'ng qo'limdagi sariq qizil lolachamiz narxi 250 ming so'm. Bu chap qo'limdagi bu lolacha esa narxi 180 ming so'm. Nimasiga farq qilyapti desangiz, mana bu tagidagi idishi, kashposi deyiladi. Shu kashposiga farq qilyapti. Bu original idish hisoblanadi, chinni sifat. Bu qo'limdagi esa plastmas. Shuni o'ziga farq qilyapti. Hozirga qolgan gullarimizni ham birma-bir ko'rsatib obzor qilaman. Keyingi gulimiz mana bu mitti gul. Narxi 180 ming so'm. Plastmas tilla idishga. Undan keyingisi mana bu o'rama piyon gulimiz. Bu ham juda ham chiroyli, mana ko'rsatay. To'liq, kurugi ham katta, kichik emas. Bazasi ham qimmat idishga. Narxi 250 ming so'm. Yana bir gulimiz juda ham ko'p sotiladi. Barxitlik, tabiiy rozaga o'xshagan rozichka gulimiz. Narxi 170 ming so'm. Bu yonidagi ham 170 ming, narxi bir xil. Buni bardoviy rangi ham bor. Zakazga. Keyingi gulimiz fiyalka. Fiyalka gulni ham ko'pchilik bilishadi. Mana bu gullarimiz, mana bu bargi ham, guli ham gelivi. Gelivi nima degani? Yuvsa bo'ladigan, tabiiy turadigan narsa. Plastmas tilla idishga yasalgan. Narxi 180 ming so'm, lekin o'zi kattagina. Bunda ranglari bor. Keyingi gulimiz rozichka gulimiz. Buni ham narxi 180 ming. Qolgan gullarimiz mana orxidea gelivi gullarimiz bor. Tagi toshchalik, juda ham chiroyli, originali. Narxi 50 ming so'm. Narxi turlari bor, ranglari bor. Keyingi gullarimizni bu yerda yana ko'rsataman. Bu aytganim 250 ming so'm. Bunisi ham 250 ming so'm. Rangi aralashi. Qolgan gullarimiz mana bu lolachamiz. Neoklassika stilda kashpoga ekilgan. Juda ham neobichniy, rangi ham maliniy, ko'pchilikka yoqadi. Narxi 180 ming so'm. Keyingi gulimiz piyon ham 180 ming. Bu piyon mayda gullik piyonimiz 200 ming so'm. Bu gulimiz 180 ming so'm. Qolganlari 50 ming, 60 ming so'm atrofga. Tepaga har xil kashpa idishlarimiz ham bor. Bu yog'igacha ko'rsating. Keyingi gulimiz. Mana bu gulimiz atirgul deyiladi. Kashposini ko'rsatsam, turechskiy kashpoga ekilgan. Bu gulimiz narxi juda ham arzon, 350 ming so'm.